Bugun Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda Ichki ishlar vazirligining mamlakatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axboroti eshitildi. PQ1 sonli qaror bilan mahallalarni yanada xavfsiz qilish uchun mutlaqo yangi mexanizmlar joriy etilib, yangi ish uslublari tatbiq etildi. Xususan, 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish barcha rahbarlar uchun ustuvor vazifa etib belgilandi. 2025-yilda respublikamizda oldini olishi mumkin bo'lgan, lekin sodir etilgan jinoyatlarning 89,3%, ya'ni 36.421 tasi fosh etilgan. Kriminogen vaziyat tahliliga ko'ra, mahallalarning 44,8% yashil, 47,9% sariq va 7,4% qizil toifaga kiritilgan. Shu bilan birga ayrim muammolar saqlanib qolayotgani ta'kidlandi. 2025-yilda respublika bo'yicha 155.002 ta jinoyat ro'yxatga olingan. Ayrim hududlarda ushbu ko'rsatkich respublika o'rtacha ko'rsatkichdan ancha yuqori bo'lib qolmoqda. Jumladan Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo va Navoiy viloyatlarida jinoyatchilik darajasi yuqori ekanligi qayd etilgan. Majlis yakunida qo'mita a'zolarining sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish, profilaktika ishlarini kuchaytirish, sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalari o'z ichiga olingan qaror qabul qilindi.